Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Do'konimizga 14 xildan ortiq metallarga ishlov beradigan argon suvarish apparatimiz yetib keldi. Bugungi video obzorlarimizda shu suvarish apparatimiz haqida to'liq ma'lumot berib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Bo'lmasa boshladik. Impuls brendidan Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan TIC 315P ACDC funksiyali bo'ladi. Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan suvarish apparatimiz qanaqa funksiyalarda ishlaydi? Apparatimiz qora metal, chugun, mis, alyumin, nержавейка va shunga o'xshagan 14 xildan ortiq metallarga ishlov berishga mo'ljallangan bo'ladi. Bundan tashqari elektrodni funksiyasi ham mavjud bo'ladi. Elektrodni funksiyalarida 4likgacha, 5likgacha bo'lgan elektrodlarimizni juda ham sifatli hollarda quyib berishga mo'ljallangan. O'zini komplektidan massa kabellari, derjaklari, o'ziga ishlaydigan zapchastlari, o'zini nasatkalari, valframi chiqadi. Apparatimiz 380 volt tokka ishlaydi, 220 volt tokka ishlaydigan variantidan ham do'konimizda mavjud bo'ladi. Kimga qanaqa variantidan kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar. Narxi 1250 dollar bo'ladi. 220 ga ishlaydigan varianti bo'lsa 570 dollardan qilib beraveramiz. Kanalimiz obunachilari uchun aytilayotgan narxlardan chegirmalari ham mavjud bo'ladi. Video tagida nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqib zakaz beradigan bo'lsalaring dastavkalarini ham qilib beraveramiz. Menga nержавейка bilan qora metalni o'ziga ishlov beradigan argon suvarish apparat kerak degan akalarimiz uchun arzon variantidan yetib kelgan. Bu ham Impuls brendidan bo'ladi. Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan VS200 modelli argon suvarish apparatimiz. Apparatimiz ham elektrod hamda argon funksiyalari mavjud bo'ladi. Argon funksiyalarida qora metal, nержавейкаga ishlov beradigan varianti mavjud hamda elektrodning funksiyalarida 3likgacha bo'lgan elektrodlarimizni juda ham sifatli hollarda quyib beraveradi. 220 volt tokka ishlaydi. Narxi 270 dollardan. Kimga qanaqasidan kerak bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan svarka apparatlar do'koni bo'ladi. Barcha turdagi svarka apparatlarni biz do'konimizdan topsalaring bo'laveradi.